Qo'llari bo'yinlarga bog'langan, zanjirlar bilan kishanlangan, yuzlariga o't yamashgan, yeydiganlari zaqqum va tikanlik o't ko'plar, ichidiganlari qaynoq suv va yirim. Kiyimlari o'tdan, ko'ynaklari qaynatilgan qarimaydin, qamchilari to'mirdan, karvatlari o'tdan, boshlariga haroratli qaynoq suv to'kiladi va uning bilan terilari va qo'rsoqlari eritiladi. U yerdan chiqishga va qutulishga tirishadi. Ammo qichish yo'q. Birdan bir orzusi va umidlari o'lish va yo'q bo'lish. Ular kim? Bismillahirrahmanirrahim. İza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Wa idza Bu əsrimizdə Allah Taala'nın tevfiqi bilan cehennemni tushuntirishga tirishimiz. Xitob qiladiganimiz o'z nafsimizdir. Uning bilan paranglashimiz g'aflat va isyonkorlikning natijasini uningga ko'rsatishga tirishimiz. Balki bir dars ta'sir qilib tövbe qilar, nadomat chekar. Cehennemge o'xshash turmusi bo'lgan Allohga her zaman kamtarlik ve tövençilik bilen ibadet kılar. Biz nefsimizge Kur'an'ın ayetlerini ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini körüstümüz ve onun bilen bu haqda paranglashimiz. Yuqorida aytganimizdek xitob qilinuvchi faqatli nafsimizdir. Boshqa hech kim bilan emas, faqatli nafsimiz bilan so'zlashimiz. Shuni bilimizki, zikr qilinadigan oyat karimlardan eng ko'p nasiva elishga muhtoj bo'lganlar bizlarimiz. Agar sizmi nafsingizni bizning nafsimizning savoqtishi qilishni xohlasangiz, bu asarni o'zingizga xitob qilyotidi degan tuyg'uni ko'ring. Alloh taolo bizlarga va sizlarga kamil hidoyat ato qilsin va bu asarni mahshar kuni yuzimizning iqi qilsin. Amdi söz Kur'an'ның. Qara ey nefsim, Kur'an nimi deydi ve nimi sözleydi? Anla ve ibret al. Kapırlarga o'tdan kiyimler biçilidi.
ularning boshlari ustidan yuqori haroratli qaynoq suv quyiladi. Uning bilan ularning ich bag'ri va terilari eritiladi. Ular temir to'qmoqlar bilan uriladi. Har qachon ular yetayotgan g'am qayg'uning qattiqligidan devzaxdan chiqmoqchi bo'lsa, ular devzaxga qaytariladi. Ularga ko'ydirguchi devzax azobini tetinglar deyiladi. Ayet kerimde tilg'a ilingan qaynoq suv ifodasi haqida Payg'ambar alayhissalom shundoq degan: Shaksizki qaynoq suv ularning boshlari ustidan qo'yiladi va mingmasida qaynab ichiga o'tadi. Nihoyat ichiga qo'rsaqlarga boradi. Ichidagi har narsani parchalaydi va oxirida putga yetib boradi. Mana bu erishdir. Ondan keyin yana burunqi holiga kelib qoladi. Ayet kerimde zikir qilingan temir to'qmoqlar ifodasi haqida-mu Payg'ambar alayhissalom shundoq degan: Agar bu temir to'qmoqlardan biri yer yuziga tushsa, ondan insonlar va jinlar uni yer yuzidan ko'tarib o'tish uchun hammasi birlashsa-mu, uni yer yuzidan ko'tarib o'tolmaydi. Payg'ambar alayhissalom yana bir hadisda shundoq degan: Agarda tog' temir to'qmoq bilan bir qitim urilgan bo'lsa edi, kukum talqon bo'ladi. Agar jahannamdagilardan oqqan qon va yiringlardan bir kelak dunyoga to'kilgan bo'lsa edi, yer yuzi aholisini sesitib etadi. İbn Abbas radıyallahu anhu temir to'qmoqlar haqida shundoq deydi: Bunun bilan ularni urganda to'qmoq tekkan har qanday yerning organlari yerga tushadi va shu chaqda o'lib tugassak bo'lmamdu deb nola qilishadi. Yana Sa'id ibn Jubayr radıyallahu anhu o'ttin bo'lgan kiyimlar haqida shundoq deydi: O'ttin degan amir qo'g'ishundan demakdir. Tilg'i ilingan kiyimlar eritilgan qo'g'ishundan hozirlangandir. Qo'g'ishun eritilganda harorati uningdan qizziq bo'lgan hech bir ma'dan yo'qdir. Emdi ey nefsim, Rabbinin azabını ayet kerimlerden anladın ve o azaplarının mahiyetini izahlab bergen hadis şeriflerini anladın. Acaba o'ttin kiyim kiyishga kuching yetamdi? Beshingdan qaynoq suvlarning to'kilishiga va vujudingning uning bilan eritilishiga bardoshlik bera olamsan? Bir urush bilan tog'larni kukum talqon qilgan temir to'qmoqlarga qaysi kuching bilan qarshi chiqsan? Yoki bo'lmasa sen Allah'ның va'disidan va Qur'onning xabarlaridan shubhilanamsan? Agar men musulmon desang, aslo shubha qilolmaysan. Undaqda nimanga ishinasan? Kelgin, aqlingni beshingga ol. Ati emas, hozirning o'zida tövbe qilib olgin va bundan keyin gunoh qilmaslikka va'da bergin. Bu va'dang inshaalloh o'tgan gunohlaring uchun bir tövbe
va tilg'i ilingan azoblardan qutulishingga vasila bo'lsin. رجاء